Menimcha ko'pchilik bu mashinani tanishga uspet qilishdi. Egasini ham tanisanglar kerak. Bugungi obzorimizda Raisboy akani mashinalari BMW M3 Competition. Mashinamizda stok holatda. Bu degani kapotimizda tegidi 3 litrli 6 ta silindrli naq 530 ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha esa bor yo'g'i 3.9 sekundda chiqargan. Egalari aytishlari bo'yicha yaqinda stejurlar ekan. Balonlarimizda razni shiroki, orqasi R20 dyumda, oldi R19 dyumda. Oldi jabralariga, bokovoy oynalariga, tom qismiga va orqa spoyleriga klassik karbon elementlari ishlatilgan. Menga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa eksklyuziv obzorlarni birinchi bo'lib meni profilimda ko'rasiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, o'rindiqlarimizda kafshadan ishlangan va klassik karbon elementlari bilan alekantara ishlatilgan. Unaqada bu 530 ot kuchi ovozini eshitib ko'ramiz. Niyat qilganlar bo'lsa, ekranga 2 marta bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Egasini tanigan bo'lsanglar, kommentariyada atmetga qilib ketinglar.